Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Hozirgina O'zbekiston Kongo o'rtasidagi uchrashuv yakunlandi. Men eng avvalo tun bo'lishiga qaramasdan, kimgadir sahar bo'lishiga qaramasdan, uyqudan qolib, kimdir ishdan qolib, mana shu futbolni tomosha qilgan barchaga rahmat aytmoqchiman. Lekin ming afsuski, mana bu 11 ta futbolchi va Italiyadagi kelgan murabbiylar shtabi birorta o'zbekistonlik futbol muxlisini tirnog'iga ham arzimaydi. Bilasizlarmi do'stlar? Jahon chempionatiga chiqdik, rahmat, jahon chempionatiga chiqdik. Lekin nima evaziga jahon chempionatiga chiqdik? 48 ta jamoa bo'lgandan keyin chiqdik. Balki 32 ta bo'lganda balki chiqa olmasdik ham. Bu birinchidan. Bugun men gapiraman, shuncha payt bir og'iz gapirganim yo'q. Kolumbiyaga yutqazib gapirganim yo'q. Portugaliyaga yutqazib gapirganim yo'q. Bugun Kongoga yutqazib o'tiribmiz. Men umid qilgandim, Kongoni hech bo'lmasam durang o'ynab, chiroyli ochkoni qo'lga kiritib, yorug' yuz bilan qaytamiz. Hech bo'lmasa g'alaba qozonamiz deb. Lekin nima bu ahvol? Birinchi o'rinda Rustam Ashurmatov o'tgan o'yinda Portugaliya bilan bo'lgan o'yinda 41 yoshli, sen 29 yoshdasan, mendan kichkinasan. 41 yoshli Ronaldoni qanaqa o'tkazib yuborganini o'zimiz ko'rdik. Qanaqa qilib Ronaldoni sendan o'tib ketganini. 41 yosh, sendan 12 yosh katta. Sendan 12 yosh katta Rustam Ashurmatov, xafa bo'lma, men seni haqorat qilmayman, bor narsani aytayapman. Sendan 12 yosh katta. Qanaqa o'tib ketdi? Ukajon, agar formada bo'lmasang, agar o'ynashga bir holating yaxshi bo'lmasa, o'ynaydigan bir ahvolda bo'lmasang, aytsang bo'ladi-yu murabbiyga. Uzr, Cannavaro, I'm sorry, men o'ynolmayman. Извините, ребята, я не могу. Я без опыта, в Иране не было никаких игры, поэтому я не могу desam bo'lmaydimi? Eronda o'yin bo'lmadi. Men o'ynolmayman. Meni kechiringlar, o'rnimga boshqa, mana bu libosga mosroq odamni olib ket desam bo'lmaydimi? Hozir qilgan ishingni qara. Ikkinchi golni qara o'tkazib o'rganingni. Qanaqa qilib o'tkazib o'rding ikkinchi golni? Oyog'ing oldidan to'p o'tib ketyapti. Uchinchi golni qara. Rustam. Endi men bitta Rustamda ayb demayman, butun jamoada ayb. Birinchi taymda zo'r boshladik. Hozir Kongo haqida o'yin haqida gap. Birinchi taymni juda ham zo'r boshladik. Lekin ikkinchi taymda nima qildinglar? Nima sizlar bir-birini rozimi deylar? Yo'q joydan penalti. Endi tushunaman, bu o'yindagi ikkinchi golni Rustam nima qilganing bu ukajon? Agar loyiq bo'lmasang, tayyor bo'lmasang, aytsang bo'ladi-ku, inson Cannavaro, ishon, minglab himoyachilar topiladi O'zbekistonda seni o'rningda jahon chempionatida o'ynayman degan. Minglab. Tushundingmi? Minglab. Eronda futbol bo'lmadi, tayyor emasman desang bo'ladi-ku ukajon. Mayli, bu o'yinni ko'rdinglarmi? Kongoni yutsak bo'lardi, 100% yutsak bo'lardi. Charchagan, holdan to'ygan Kongoga qarshi o'ynadik. Ular bor kuchini Portugaliyaga, Kolumbiyaga ketkazib bo'lgan, bechoralarga qoyil qolish kerak. Afrikani bir oddiy davlati Kolumbiya bilan deyarli zo'r o'ynadi, lekin yutqazib qo'ydi 1-0 ga. 1-0 ga. Portugaliya bilan durang o'ynadi 1-1 ga. Biz nima qildik? Kolumbiyaga yedik. Mayli, birinchi o'yin Kolumbiya kuchli dedik. Ikkinchi o'yin 5-0. Aslida bu sharmandalik. O'shanda ham video qilmadim. O'shanda ham mayli dedim. O'zingni bos Sarvar dedim. O'zingiz kelib qolar bo'ladi dedim. 5-0 sharmandalik. Portugaliya xohlaganicha o'ynab, xohlaganicha gol urdi. O 41 yoshli futbolchi Ronaldo 41 yoshda o'sha ham bizani futbolchilardan o'tib ketdi-da. Ko'rdinglar-ku qanaqa o'ynaganini. Adin-madinga birga bir chiqib ketganda ko'rdinglarmi Rustam Ashurmatovdan qanaqa o'tib ketdi. 41 yosh, 12 yosh katta. Tasavvur qiling, siz futbol o'ynayapsiz. Siz unchalik futbol o'ynashni bilmaysiz, lekin sizdan 12 yosh katta odamdan tezroq yugurasiz. Rustam, bugun ham seni xatoing bilan 2 ta gol yedik. Ikkinchi golda 100% seni aybing edi. Insonlar, futbolni tushunadiganlar, insonlar iltimos kommentariyada yozinglar. Ikkinchi gol Kongo bilan hozir bo'lgan o'yinda ikkinchi gol 100% Rustam Ashurmatov aybi-ku. To'g'rimi? Agar loyiq bo'lmasa, tayyor bo'lmasa nima qiladi? Olib kel buni jahon chempionatiga. Qolmaydimi jahon chempionatida? Uyda qolmaydimi, o'tirmaydimi, damini olmaydimi? O'rniga boshqa insonlar kelmaydimi, futbol o'ynamaydimi? To'g'rimi? Yonib ketyapman. Men mayli guruhdan chiqmasligini bilardim. Mayli chiqa olmasdi, 7-0 ga yuta olmadi. Hech umid qilgandim. Hech yutib
1-0 gami, 2-0 gami yutib, 3 ochko bilan, yorug' yuz bilan jahon chempionatidan ochko olib kelamiz degandim. Kongoga ham yutqazib o'tiribdi, 3-1 ga yegan gollarini qarang. 3 ta gol ham rasvo golda. Endi murabbiylar haqida gapiradigan bo'lsam, murabbiylar alohida-da. Bir og'iz gapirmadim. Hamma joyda Kannavaron tarafini oldim. Hamma joyda Kannavaron. Umid bor edi ichimda umid bor edi. Hozir ham tarafni olaman, Kannavaronda ayb yo'qdir balki. Balki borimizni olib chiqib bergandir. Borimiz shudur, murabbiyda ayb yo'qdir. Chunki o'yinga qarasangiz taktika normallikda. Yomon o'ynamayapti, lekin bolalar xuddi bir mavsum tugab, ularda Yevropada mavsum tugadi, Afrikada mavsum tugadi, Amerikada mavsum tugadi. Bizda mavsum tugagani yo'q-ku. Nimaga unaqa o'ynadinglar? Bolalar shunchaki xafa bo'lmanglar. Xafa bo'lmayman shu. Sastavdagi hamma futbolchi. Bitta futbolchini aytmayman, bittani yomon, bittani yaxshi. Hamma futbolchi. Xafa bo'lmanglar. Or, nomus, bir vatan tuyg'usini deb yelkanga olib tushmadingda, maydonga joningni bermadingda, joningni Jabborga berib o'ynamading, mana muammo. Joningni Jabborga Kobo Verde 700 ming aholisi bor, 700 ming aholisi bor. Varatari bechara futboldan o'ynab pul topa olmas ekanda, borib elektriklik qilar ekan. Tan ol, seni motivatsiya mana shu O'zbekiston terma jamoadagi hamma futbolchi mendan kichkina. Men yoshim 36 da. Men yosh hamma mendan kichkinasan. Sansirashga bemalol haqqim bor. Birortang mana bu yelkanga or nomusini yelkab, balki bordir orayinda yaxshi o'ynaganlar. Bordir. Men Abbosga men gap yo'q. Behruzga umuman gapim yo'q. Abduqodir Jon Jabborga berib o'ynadi. Eldor ham bugun jonini Jabborga berib o'ynadi. Lekin ichingda bor-ku, yarmingdan ko'ping, or nomusni yelkanga ko'tarib, joningni Jabborga o'lsam ham mana shu maydonda o'laman, tram olsam ham onasi hepsi tupurdim karyeraga. Men jahon chempionatiga yana kelamanmi, yo'qmi deb kelmading. Joningni Jabborga bermading. Mana O'zbekiston nimaga yutqazdi? Nimaga jahon chempionati bunaqa sharmandalik? 9 ta gol yeganmiz. -9, o'zi 11 ta yeganmiz, 2 turgan. -9, -9 ochko, 9 ta gol yeb bilan 0 ochko butun dunyoga sharmanda bo'lib, Qatar ham ochko oldi, Saudiya ham ochko oldi, Iordaniya ham ochko oldi, Iroq ham ochko oldi. Kim kelgan bo'lsa Osiyodan ochko oldi. Biz ochko ham ola olmadik-da. 1 ochko ham ola olmadik-da. 2 ta gol urdik xolos, 11 ta gol o'tkazib. Yigitlar, butun dunyoga sharmanda qildinglar-ku. Bunaqa bizga taninish kerak emas edi. Luchi jahon chempionati chiqmaganimiz yaxshi edi. Menga hate vobshe kerak emas. 450 mingga yaqin obunachim bor. Menga hate, umuman mashhurlik, ko'tarilish tupurganman unaqa narsaga. Prosta yonib ketyapman. Mana ko'rib turibsizlar, basharamdan ko'rib turibsizlar, qanaqa ahvolda gapiryapman. Uyalmaysanlarmi? Uyal ozgina, uyal. Men sizlardan birortangdan rozi emasman. Men O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, mana shu soliq to'lovchi, meni ham pulim ketgan o'sha yoqqa. Sizda ham pulingiz ketgan. Soliq to'lovchi birorta futbolchidan rozi emasman. O'sha Behruz, Karimov zo'r, Abbos umuman gap so'zim yo'q. Abduqodir gap so'zim yo'q. Boshqa futbolchilarga ham o'zini jonini Jabborga berib o'ynagan 2-3 ta futbolchi gap, lekin vijdonsiz o'ynaganlar, o'zini ayab o'ynaganlar. Hali yana futbol o'ynashim kerak deb o'zini klub uchun ayab o'ynaganlar. Birortadan men rozi emasman. Menimcha meni ko'rib turganlar ham rozi emas. Boshqa gapim yo'q. Gapirsam gap ko'p, ichim to'lib yotibdi. Mayli, hammaga insof o'zi bersin, lekin O'zbekistonni yutqazishiga, mamlakat sharmanda bo'lishiga eng katta sabab yigitlarimizni jonini Jabborga bermagani, erkak bo'lib, mard bo'lib, yoraman, yirtaman deb o'ynamagani. Ana Kobo Verdini ko'rsin. Ana boshqa terma jamoalarni ko'rsin. Qanaqa jonini, Eronni ko'rsin, qanaqa o'ynadi Eronni. Uyalinglar yigitlar, uyalinglar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Mana meni ko'rib turganlar. Sabab nima mag'lubiyatga? Shu haqida yozib qoldiringlar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. O'zbekiston uchun hammasi tugadi. Qo'rqmasdan aytaman, butun dunyoga sharmanda bo'ldik. Boshqa hech narsa gap yo'q. Butun dunyoga sharmanda bo'ldik. Sharmanda bo'lmadik deydigan isbotlab bersa, isbotlasin. Agar bugun Kongo bilan durang o'ynaganda ham video qilmasdim. Lekin rasvo qildinglar. Rahmat sizlarga, rahmat. Mana bu narsani taqib chiqyapsizlar. Mana bu narsani taqib chiqyapsizlar. Lekin ko'ping noloyiqsan. 10 tani oshig'ing noloyiqsan mana shu libosga. Yech sallaga emas bu formani kiyish. Sallaga emas. Fikrimga qo'shilsanglar, like bosinglar, komment yozinglar. Bo'ldi. Kanalim yoqqan bo'lsa obuna bo'linglar. Boshqa gapim yo'q. Xayr, salomat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, o'zbek xalqi.
Oilalarga kelaysizlar, futbol bor, bugun ertaga yo'q. Rasvo bo'ldi xullas ertalabdan. Rahmat, noinsoflar.